Obbo hoji akam, g'allalarni o'rib oldingiz, planlarni bajarib bo'ldingiz. Demak, shudgorlashni rejalashtiryapsiz. Qanaqa traktor olsam ekan, uzoq yilga xizmat qiladigan, baquvvat, kuchli, ehtiyot qismlari muammo bo'lmaydigan, eng muhimi, cho'ntakni qiynab qo'ymaydigan traktor qidiryapsizmi? Biz sizga xalqimiz ishonchini oqlab ulgurgan 6 porshinli Lowell traktorlarini tavsiya qilamiz. Lowell 1304 modeli, 130 ot kuchi, qo'l avtomat korobka, 16 ta oldiga, 8 ta orqaga, og'irligi 4 tonna 700. Siz yeringizni holatiga qarab, bemalol 4 korpus puliga ishlatishingiz mumkin. Bu degani kuniga 15 gektardan 20 gektargacha shudgor qilishingiz mumkin. Hozir kundagi narxi 535 million so'm. Siz 150-170 million pul to'lab, lizing asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Lowell 1454 traktorimiz 1304 ning akasi bo'lib, 145 ot kuchi, og'irligi 5 tonna 100. Hadeb hoji aka, boylarga video chiqaravermanglar deganlar uchun musofirdagi akalarimizga idealniy tanlov. Ya'ni siz boshlang'ich minimalniy to'lov bilan 5 yilga lizingga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu degani siz kuniga gektarni 500 ming so'mdan 800 ming so'mgacha shudgorlab, mo'maygina daromad qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kundagi bahosi 548 million so'm. Yeringiz qattiq, o'zimga o'xshagan baquvvat traktor qidiryapman desangiz, sizga 1654 traktorini tavsiya qilamiz. Bu traktor 5 korpusli aylanma plyuk, 4 metr, 5 metr diskaga barana, 4,5 metrlik lazerli planirovщик ishlata oladi. Bu degani sizga og'ir ishlaringizda ham idealniy yechim bo'la oladi. Balonlarni bahaybatligini qarang. Orqa mostning baquvvatligi sizni bemalol og'ir agregatlar ishlata olishingizga ko'mak bera oladi. Ko'rishingiz mumkin, ichki bartoy, silindr, navesnoylari ham juda ham baquvvat, og'irligi 7 tonnadan ziyod. Lowell 1654 traktorimizning hozirgi kundagi bahosi 735 million so'm. Siz 200-250 million boshlang'ich to'lov bilan lizingga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu traktorning to'liq video obzorini bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Oho! Balonni kattaligini qarang. E'tiboringiz uchun men ham kichkina odam emasman. O'tirganmi kichkina ko'rinyapmanmi deyman. Hoji aka, meni yerim juda ham qattiq. Kerak bo'lsa Yevropa texnikalari makkillab qolyapti desangiz, biz sizga Lowell 2204 traktorini tavsiya qilamiz. Bu traktorni o'tgan mavsumda o'zida Sholich akalarimiz sevib qoldi. Sababi juda katta yer maydonlarida tinimsiz lazer ishlatdi, tinimsiz plyuk qilishdi. Kerak bo'lsa, ikkita traktorchi 24 soat oylar davomida to'xtatmasdan traktor ishlatdi. Ularni barchasini bitta aytgan gapi, bu traktorga gap bo'lish mumkin emas deyshti. Bu Lowell 2204 traktorimizning hozirgi kundagi bahosi 940 million so'm. Siz 250-300 million so'm boshlang'ich to'lov bilan lizingga xarid qilishingiz mumkin. Bu traktorlarimiz Yevropaning injiq traktorlaridan emas, ya'ni sallarga tanlamaydi. Ozgina mehr bersangiz, bu traktorlar bir umr sizni xizmatingizni qiladi. Oho, mana monsterni qarang. Lowell 2604 traktori, 260 ot kuchi, bahaybat monster traktor. Bunaqa traktorda, bunaqa narxga O'zbekiston topolmaysiz. Bu traktorga xohlagan agregatingizni taqasiz. 7 korpusli plyuk, 5 metr, 6 metr diskava barana, 6 metrlik lazerli planirovщик hamma ishingizni beminnat qilib beradi.
hozirgi kundagi narxi 1 milliard 320 million so'm. To'liq video obzorini bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hoji akam, bemalol siz SN Investning barcha filiallariga va Toshkent bosh ofisiga tashrif buyuring. Bu aytilgan narxlardan katta miqdorda chegirma qilib beramiz. Ha, aytgancha, siz YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, chegirma qilingan narxdan ham yana 1 million skidka qilib beramiz. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang. Barchangizni SN Investda kutib qolamiz. Ha, aytgancha, biz 260 ot kuchi bilan to'xtab qolganimiz yo'q. Tez kunlarda 300 ot kuchli traktor emas, naqd tank yetib kelyapti.